Assalomu alaykum barcha yurtdoshlar, tomoshabinlari, Jizzax Beagons kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa, Beagonsga olgan zakazlarimizni sifatli darajada elab tayyorladik, ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa hozir olib ketilyapti gazon ekish uchun. Mana kuz faslida Beagons ekish ishlari boshlandi. Beagonsga mana shunday talab xudo xolasa yaxshi bo'lyapti hozirgi vaqtda. Kaliforniya qizil yomg'irchi o'lchanglari Beagonslarda sotuvda bor hozirgi vaqtda. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Hozir sizlarga Beagons sifatini Kaliforniya qizil yomg'irchi o'lchanlarini bitta ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, yurtdoshlar, mana joylarimiz ko'rib turganingizdek. Mana Beagonslarimiz tayyor bo'lgan holati. Namliklarni tushirib elyapmiz bir boshdan. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa. Ana bunday cho'lchaklarimiz bor, ichidan chiqqan. Terilyapti mana shunaqa darajada. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Beagonslar qopladik. 4 tonna Beagonsga zakazimiz bor edi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Beagonslarni xudo xolasa elab tomonga zaxira qilgandik, shuni olib chiqib qopladik bu yerdagini. Sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Beagonslar holati ko'rishingiz mumkin. Namliklari ham hammasi juda yaxshi holatda turibdi. Joylarimiz. Kimga shunaqa sifatli darajadagi Beagons kerak bo'lsa, xudo xolasa pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Beagons biznesini qilaman, shogirdchiman degan aka-ukalaringiz bo'lsa ham bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz, Kaliforniya qizil yomg'irchi o'lchanlaridan xudo xolasa yetkazib beramiz. Xudo xolasa tayyor bo'lgan Beagonslarni sotuvlarda yordam beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Hozirgi vaqtda Beagonsga talab juda zo'r. Joylarimiz. Hali bitta mana shu joyda elandi. Oldin safar mana shu joyda elagandik. Endi bundan ozroqni eladik yana. Xudo xolasa hammasini elaveramiz. Xudo xolasa mashinamiz keldi ortiqcha jarayonda.